O'g'lim Hindistondan kelyapti. Aeroportga chiqib turing, sovg'am bor dada deydi. Nima kun ha? Ye onangni. Kimnidir ilashtirib kelyapti-da shu. Dada tanishing, keliniz Puja. Hok poyizni olay babaji. Olmay qo'yaver. 3 kun big'illatib xizmatimni qilsam Hindistonga qaytib ketasan. Hok poyizni olmay qo'yaver. Yiling hok poy emasmi senlarda? Ye onangni. Kelin oyog'ingizni yuvib narsa kiying. Ertaga bolali bo'la olmayapmiz deb qiynalib yurasizlar. Dada biz pasportni stolga boryapmiz. Ismimni Raj deb almashtiraman. Keliniz shuni xohlayapti. Yo'q-a? To'xtab turinglar, menikini ham shankar qilib belasizlar, olib chiqib beraman. Jinnoq qolyapman bu uyda-chi? Zubi pampara, zubi Nima deb qilyapti? Yer qimirlayaptimi? Yo'q-ey! Kuyovlik spartkamni nima yerga uryapsan, kelin? Vahima qilmang, kir yuvyapti. Hindlarda shunaqa urf-odat. Yo'q-a? Bo'lmasa meni ham o'lgandan keyin o'tinga aralashtirib yoqib yuboringlar. Kulimni gangaga oqizib yuboringlar. Ishoninglar, uyimizda ham ishani qilib yuboryapsizlar. Teri meri jinnoq qolyapman. Nima qilyapsiz, kelin? Papaji, shakarop xe. Kimga qilyapsiz buni? Sizga xe. Ya onasini emsin. Keyingi hafta uyimizga Hindistondan xudam keladi-yu, men ham qonimda xamir yayib, qo'ltig'imda pirashga pishirib beraman. Qo'ltiq xe.